Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, Facebookda, Instagramda, Telegramda kuni kecha, YouTube'ga ham qo'yibmiz. Kuni kecha bir e'lon qo'ygan edik. Bir ayolni eri vafot qilgan, 4 ta qizi bilan qo'ygan. Uylari yashaydigan ahvolda emas, buzilib ketayotgan. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Shu haqda e'lon berdik. Hozir o'rtada turgan do'stlarimiz xabar berib qoldi. Mana Koreyadan telefon bo'pti. Shu opani nimasi? Kommunal to'lovlarni biz qilamiz. Har oy agar gaz ishlatsa gazini, tok ishlatsa tokini, suv ishlatsa suvini, uyini to'lovi bo'lsa uyini to'lovini biz qilamiz deb xabar yuborishdi. Bir joyga ketib to'xtab qoldim suyunganimdan. Hozirgi kunda uncha o'g'il bolani ham qiynab qo'yayotgan masala-ku bu. Otasiga rahmat. O'shancha uzoq yurtda, o'zi u yerda bekarga yurmayapti. O'zi ular o'sha oilasini kommunalni to'laganini yuribdi u yerda o'ylar. Kimdir uylanaman deb yuribdi, kimdir o'g'limni uylayman deb yuribdi. Shuncha narsadan ortinib, shu yetim bolalarni kommunalni biz to'laymiz deganlarni otasiga rahmat. Qiyomat kuni Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan diydor nasib bo'lsin.